Har bir yoshning kamoloti jamiyat taraqqiyoti asosidir. Bu falsafani o'z hayot shioriga aylantirgan Shodlik mahallasi yoshlar yetakchisi Nizomiddin Muhiddinov har bir kunini yoshlar manfaatini ko'zlab tashkil etadi. Uning asosiy vazifasi yoshlarga imkoniyat yaratish, ularni ma'rifat va zamonaviy bilimlar sari yetaklash, loyihalarni keng targ'ib qilish va aholi faolligini oshirishdan iborat. Uning bir kuni har doimgidek erta tongda boshlanadi. Har bir ishni rejalashtirish, yoshlar bilan muloqot qilish, ularning muammolarini tinglash, yechim topish bu uning kundalik faoliyatining bir bo'lagidir. Ammo u bundan charchamaydi, chunki bu uning hayoti, tanlagan yo'li va fidoyilik sinovi. Nizomiddin Muhiddinov faqat hujjatbop faol emas, balki haqiqiy amaliy yetakchi. U 2023-yilda eng namunali mahalla yoshlar yetakchisi tanlovida respublika bo'yicha 3-o'rinni egallab, yoshlar balansi tizimi asosida namunaviy ish uslubini ko'rsatdi. 2024-yilda esa Toshkent viloyati bo'yicha eng faol mahalla yetakchisi sifatida tan olindi. Bir kuni doirasida u turli masalalarda yoshlarga ko'maklashadi. Kasb hunariga yo'naltirish, IT va robototexnika bo'yicha bilimlar berish, kitobxonlikni keng targ'ib qilish va tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantirish barchasi uning kun tartibida. Uning tashabbusi bilan qurilgan madaniyat uyi mahalladagi faollik va ma'naviy muhitning markaziga aylangan. Nizomiddin har bir ishga ilmiy yondashadi. Masalan, Ibrat Academy mobil ilovasi orqali 157 nafar yosh turli tillardagi sertifikatlar oldi. Mutolaa loyihasi doirasida Shodlik mahallasi eng kitobxon hududga aylandi. Uschess Qizlar akademiyasi, Ustoz AI kabi loyihalarda yuzlab yoshlar faol ishtirok etmoqda. Uning bir kunida parlament faoliyati ham bor. U 2024-yilda xalq deputatlari Zangiota tumani kengashiga deputat etib saylandi. Yoshlar forumlarida, xalqaro seminar va tanlovlarda qatnashib, mamlakat imijini munosib targ'ib qilmoqda. Shuncha faoliyat va yuksak natijalarga qaramay, u nihoyatda oddiy va xalqona. Har bir yosh unga bemalol murojaat qilishi, u bilan maslahatlashishi mumkin. Uning ish uslubida ochiqlik va samimiyat bor. Har bir topshiriqni vijdonan bajaradi, tashabbus ko'rsatadi va mahalla taraqqiyoti uchun doimo intiladi. Nizomiddin Muhiddinov rahbar, tashabbuskor va yoshlarga haqiqiy do'st. Uning bir kuni faqat ish bilan emas, balki har bir inson taqdiriga ta'sir o'tkazish, yaxshilik urug'ini sochish bilan o'tadi.